emas. Keçiringlar bayaq gapga. Amerika işçilerini, dehqonlarini, Amerika savdo tijoratini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Amerikaning Jungoga qaratgan siyosati Jungoni birinchi o'rin qo'yish kerak emas. Amerikaning ishchilarini, Amerikaning savdo tijoratini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Çünkü biz degan edik, Jangjadin nima dedi? Jangjadin dediki, ahvollardan ko'rdik ki, oxiri tushundik va bilib yetdik ki, biz shundoq deyishga haqliqmizki, Jungoga qaratgan Amerikaning siyosati uzundan beri qaratgan siyosati hozir ham paketlar orqali davomlashyapti dedi Jangjadin. Endi meyada Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi nima dedi? Amerikaning Jungoga qaratgan siyosati Jungoni emas. Amerika ishchilarini, dehqonlarini, Amerika savdo tijoratini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Biz sizlarning zehninglarni markazlashtirib, unumli strategik siyosat tuzib, yuqorqi sohalarda Jungoga tadbir qo'llanishinglarga haydakchilik qilamiz. Bu Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi 32 nafar kishining 32 nafar Kengash palatasi a'zosining prezident Trump yozgan xati ekan. Endi mushu yozgan xat Amerika ovozi e'lon qilindi dedik, Amerika ovozi radiosi e'lon qilindi dedik. Endi buning yozilgan kirist nima? Bir parça inkasga nazar ag'diringlar vatandaşlarım. Yozilgan inkas birinchi. Prezident Trump efendi, siz Amerika Qo'shma Shtatlarga prezident bo'lib turgan ekansiz. Aqalli bir savod bo'lishi lozim sizda. Jungo partiyasining boshlig'i Xi Jinping 100% Amerikaning dushmanidir. Amerikaning do'sti emas. Siz og'zingizdan tushirmay Xi Jinping mening yaxshi do'stim deb atab keldingiz. Yaxshi do'st mundaq deganlik. Amerikaga yaxshi do'st mundaq deganlik. Amerikaga 100 kelolmaganlikdir. Amerika va erkin dunyoning istiqboliga munosabatlik, taqdiriga munosabatlik halqiliq paytlarda Amerikaning prezidenti bo'lish sifatingiz bilan vaziyatni yaxshi tunib, haq-nohaqni ayirib, do'st bilan dushmanni ayirishingiz kerak. Ziyon cheksiz bo'ladi. Tarix oldida xijil bo'lasiz, prezident Trump efendi. Ben tarix oldida xijil bo'lasiz deganda siyliqlashtirib tarjima qildim, hurmatli vatandoshim. Men bu so'zni qo'pol ishlatishga ko'nglim bormidi. Endi mushu munosabat bilan men ham prezident Trumpga shunday xitob qilamanki, siz mening yaxshi do'stim degan Xi Jinping, Jungo partiyasining sekretari, Jonghua Xalq Jamhuriyatining raisi Xi Jinping hozir Uyg'uristonda, tarixdagi Sharqi Turkistonda, Xitoyning ismi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida 1 milliondan ortiq Uyg'urni lagerga yig'ib olish, jazo lageriga solib oldi. Moshundaq vaqtda prezident Trump efendi, siz agar prezident Trump efendi Amerikaning prezidenti, shundaqla biz o'ylaymizki, dunyoning prezidenti. Moshundaq ahvolda siz Reis Xi Jinping mening yaxshi do'stim desangiz, 21 million Uyg'urning ko'ngliga azor bergan bo'lasiz. 21 million Uyg'ur balki sizning nazaringizda hech kim emas, hurmatli prezident Trump efendi, biroq shu narsa nayta aydınki, tarixi nayta aydınki, 1945-yili Ulug'vokon urushida Yaponiya va Amerika armiyasi jiddiy tirkishish, jiddiy elishish bosqichiga kirganda, agar Yalta konferensi chaqirmasa, Amerika armiyasi shu urushda 500 ming kishilik askariy qismni talafot tortgan bo'ladi. Shuning uchun Yalta yig'ini chaqirildi. Ikki davlatning Manjuriyaning taqdiri bir taraf qilindi. Uyg'uristonning qurilgan
Sharq Turkiston davlatining taqdiri bir taraf qiladi. Hurmatli Prezident Tramp efendi.